Assalomu alaykum vodiy ahli. Mana bu Farg'ona viloyati Furqat tumanida ajoyib tantanali, ya'ni Navro'z sayliga boshlanish arafasida mana bu yangi folklor jamoalari ajoyib ishlari bilan xushlik etmoqda. Mana bugun bizning Furqat tumanimizda Navro'z sayli shu bahonada Milliy qadriyatlar oyligi doirasida tuman madaniyat bo'limi ijodiy jamoasi, folklor jamoasi o'z chiqishlarini namoyish etilmoqda. Har yonda har xil ko'rgazmalar, ko'ngilochar dasturlar namoyish etilyapti. Milliy taomlar bir tarafda chiroyli ko'rgazmalar va dog' tomoshalari, milliy o'yinlarimiz ko'zni quvontiradi. Hamma shod, hamma xursand. Ayniqsa yoshlarimizni, barchani milliy libosdaligi ko'zlarini quvontiradi. Hozir Shodiyona folklor etnografik tadqiqotkorlik jamoasi o'zlarining chiroyli qo'shiqlari bilan barchani jalb etgan holatda mana shu saylga yanada ko'tarib ketishga belashmoqda. Tuman aholisi bugungi bayram Navro'zi ayyom bilan barchangizni chin dildan tabriklaymiz. Navro'z bayrami nishonlayapti. Hamma yaxshi bir tumanida juda ham ajoyib taronalar, ajoyib kayfiyat. Hammaga sog'lik tilaymiz. Bayram muborak. Atardi. Aziz do'stlar, mahalla obod bo'lsa, yurt obod bo'lmaslarga chiqaylik. Yurtimizni yashil makonga aylantiraylik. Hamma hasharga